Güherhmatçam degan meni degan g'uljilig'i opirib, tuku ko'nglolig'i ichqib, naratlini aylantirib kelmekçi acha. Oy ukam, sizde oynagılarımız dep kapla dese o yerge. Oynagıl bahamayımız ukam. Gulcuda hazırmış kütünüş orunu açıdığan dükkan hocaylı 50-60 adam bizi sakladı da. Şulığımız yeni teknikin ügetkili, dükkandan teşvikatını kandak kılışın ügetkili, shipping deyxonu kandak kılışın ügetkili, aşılağı yardım belgili, küçü belgili, soğutusunu texim jallandığıl barımız. Xizmat qilan boramda. Uyan yo'qmi acha? Ya ukam uyan yok canım. Men g'uljida men umrimda shu bir qitim berib baqqan acha. Bir ikkinchi qitim berib taqdim o'ynab kelarmanki desam, men xizmatga boraman. Xizmatga boramiz ukam. Hozir bizni ham o'sha 7-oyninki 8, 9, 10-kuni 3 kunlik dars o'rlashtirdik. Ash g'uljidagi o'sha kutinish o'rni ochadigan dukkan xo'jayinlar cho'qim bir qitim qatnashib olinglar. Buningga biz bekchiq adam boramiz. Sizlarga eng nocho'g'a yangilik texnikini, shu texnikani qanday yurgizishni, anondagi dukkanni qanday boshqarishni, mulozimatni, hatto tashviqotni hammani sistemali qilib sizlarga o'rgatib qo'yib, anondan qaytamiz. Shinjongning hamma yerida qilib bo'libdi ukam. Shu g'uljiga bormagan, mush g'uljidagilar g'uljiga kelmamsizlar, g'uljiga kelmamsizlar bekchiq taklif qilib ketibdi. Bo'libdi deb cho'ngmush qaytam bormoqchi. Shu Subinur xinimi bordi, menmi borman, Anvarjon ma'lumi bordi, uningda boshqa To'lanaymi bordi. Ana tug'utdan keyingi aslik keltirishdan tortib, she'ringacha yurish mulozimat turimizni o'rgatib qo'yma taxe. Unda olsa mush mulozimatlarimni o'rgangan bate degan tuqqanlarni biz g'uljidagi darsda saqlab olaylik ukamjima. O'yan degandan keyin o'ynaymiz. G'uljining qizvonlarini acha, o'sha g'uljideklam ajoyib go'zal darsda bo'ladi. Mush qitim bir ko'rishishga bir nisb bo'libdi xonim qizlar. Unda bo'lsa sizlarni g'uljidagi darsda saqladik. Men yaxshi ko'rgan xonim qizlar bormi, yo'qmi? Men sizlarni pek yaxshi ko'rmayman. Unda qo'sh tizimli tanlayan. Mush g'uljidagi juqqa qizvolim kelib ketgansa, Subinur xinim rost oshda ig'irlik tashlab, oshda rost chiroyli qolib ketdi. Naq maydonda bir ko'ranglar. Unda olsa hammanglarni g'uljidagi dars saqlaymiz. Bu qitimliq dars hayotinglardagi eng muhim, eng ahamiyatli, eng yaxshi, eng go'zal bir uchrashuv. Unda olsa g'uljida ko'rishdik.